50 gradus issiqda 2026-yilda beton quyish nech pulga tushadi? Narx-navolarni aytishadi. Ukata, jinday qochib turasiz, internetga chiqib ketib qolasiz aytib qo'y. Bu yerda 50 quyilyapti, 40 quyilyapti. 40 quyilyapti aka. Ha. Narxi 55 ming. Narxi 55 ming, 1 metr ya. Metri. 1 metr 55. Balandligiga qarab narx o'zgarib ketaveradi. Faqat shunaqa devorlarga beton quyasizlarmi yo haligi uylar? Hamma uy, monolit, regel, kolonnar, Armaturlarni ham to'qib beton quyib beraverasizlar. toj bo'yicha qilaveramiz hammasini. Pachertosh telefon, pachertosh betonlarni quyib beraveradi. Aloqaga chiqaverasizlar. Ustakalar butun vodiy bo'ylab xizmat qilaverar ekan. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyati bo'ylab aka. Albatta. Narxini kelishsak bo'ldi. Narxini kelishsa bo'ldi ekan. Videoga bitta like bosamiz, chunki shunaqa beton quydirmoqchi bo'lgan aka-ukalarimizga yetib borish uchun bitta bosamiz.